Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlarga boshlangan bir haftalik ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hamda videoroliklarimizni foydali va manfaatli deb bilsangiz, ko'pchilikka yetib borish uchun bir dona like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang deb qolamiz. Daraxtlarni sovuq urishi mumkin. O'zbekistonda 9-15 mart kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Gazeta sharhi. O'zbekistonda hafta sernam, salqin havo bilan boshlanib, o'rtalari keskin sovuq, ayrim hududlarda qor yog'ishi bilan kechadi. Juma va dam olish kunlari quruq o'tishi, haroratning asta-sekin ko'tarilishi kutilmoqda. Anomal sovuq bo'lishi taxmin qilinayotgan haftada daraxtlarni sovuq urishi mumkin. Ushbu sharh O'zgidrometning qisqa va o'rta muddatli ob-havo prognozlari asosida tuzilgan bo'lib, u bevosita ob-havo prognozi emas. Bu kabi sharhlar ob-havo byurolarining prognozlaridagi raqamlar, hodisalarni oddiy tilda tushuntirish imkonini beradi. Ayrim nuqtalarda O'zgidromet hali taqdim etishga ulgurmagan axborotlar xalqaro ob-havo prognozi markazlarining ma'lumotlari bilan to'ldirilgan. Bu ham prognozlarni sharhlash amaliyotida tasdiqlangan samarali usuldir. Joriy hafta ob-havosini markazda atmosfera bosimi 1045 GP gacha ko'tariluvchi sovuq antisiklon jarayoni belgilaydi. Hafta boshlarida qo'shni Turkmaniston orqali ketma-ket keladigan nam havo oqimlaridan so'ng mintaqaga havo haroratini keskin pasaytiruvchi sovuq arktik antisiklon ta'sir ko'rsatadi. U Shimol va Qizilqum cho'llarida havo haroratini tungi va tonggi muddatlarda -10 daraja sovuqgacha pasaytirib yuboradi. Bu haqda O'zgidromet o'zining ogohlantirish xabarini e'lon qilgan. Sovuqlik to'lqini ta'sirida respublikaning ko'plab viloyatlarida chorshanba, payshanba tonggi muddatlarda harorat minimumlari -5 daraja sovuqgacha, ayrim viloyatlarda -7 darajagacha pasayib ketishi mumkin. Bu meteorologik kuzatuvlar boshlangandan buyon eng issiq kuzatilgan o'tgan fevraldan so'ng, shubhasiz, qishloq xo'jaligi tarmoqlari uchun yetarlicha muammolarni yaratadi. O'zbekistonning katta qismida ish haftasi harorati fevral boshlariga xos ob-havo muhiti ostida o'tishi oydinlashmoqda. Xorijiy ob-havo byurosi ma'lumotlarida ham joriy haftaning ish kunlari O'zbekistonning katta qismida o'rtacha harorat shu davrga xos ko'p yillik iqlimiy me'yordan naq 0,4 darajagacha past sovuqlik chetlashishi keltirilgan. Buxoro, Navoiy viloyatlari va shimol hududlarida o'rtacha 5 kunlik harorat me'yordan 6 darajagacha past chetlashishi, ya'ni sovuq bo'lishi qo'shimcha qilingan. O'zgidrometning hafta kunlari uchun tuzgan prognozlarga ko'ra, seshanba kuni shimolda biroz yomg'ir-qor, seshanba, chorshanba kunlari Buxoro, Navoiy, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlarida vaqti bilan yomg'ir, dushanba, seshanba va chorshanba kunlari Farg'ona vodiysi hamda Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lishi, chorshanba kuni yog'inlar qor ko'rinishida yog'ishi mumkinligi keltirilgan. Tog'larda dushanbadan payshanbaga qadar yog'ingarchiliklar, yomg'ir, qor bo'lishi qo'shimcha qilingan. Boshqa paytlari va juma, dam olish kunlari respublika bo'ylab yog'ingarchilik bo'lmasligi keltirilgan. Quyidagi yog'ingarchilik prognoz kartasida dushanbadan jumaga qadar hududlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan umumiy yog'ingarchilik quvvati aks ettirilib, unda sariq rangli hududlarda 30-50 mm gacha yog'ingarchilik bo'lishini ko'rish mumkin.
Sinoptiklar harorat hafta boshlarida biroz salqin bo'lishi, respublikaning katta qismida esa chorshanbadan kunduzgi va tungi muddatlarda sezilarli pasayib borishini qo'shimcha qilgan. Jumladan, harorat asta-sekin ko'tariladi. Haftalik kunduzgi harorat rejimi o'zgarib turishi, shimoliy hududlarda +7 +12 darajadan -2 daraja sovuq, +3 daraja iliqgacha, Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida +15 +20 daraja iliqdan +1 +6 daraja iliqgacha, janubiy viloyatlarda +20 +25 daraja iliqdan +7 +12 daraja iliqgacha bo'lishi keltirilgan. Tungi harorat qiymatlari hafta boshlari va o'rtasida shimol tomonlarda -8 darajagacha, tog'larda -10 daraja sovuq, boshqa hududlarda esa -3 -5 daraja sovuqgacha pasayishi taxmin qilingan. Dushanba va seshanba kunlari shimoliy hududlarda va Qizilqum cho'llarida, seshanba kuni respublikaning boshqa viloyatlarida shamol soniyasiga 20 metrgacha kuchayishi mumkin. Ayrim muddatlarda tuman hodisalari, tog'larda qor bo'ronlari bo'lishi ehtimoli bor. 9-11 mart kunlari respublikaning tog' oldi va tog'oldi hududlarida sel, tog'li hududlarda bo'lsa qor ko'chkisi xavfi e'lon qilingan. O'zgidrometning boshqa bir axboroti hamda Yevropa o'rta va uzoq muddatli ob-havo prognoz markazining prognozlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida o'rtacha haftalik harorat ko'p yillik iqlimiy me'yordan naq 6-10 daraja past bo'lishi keltirilgan. Bu Toshkent va Sirdaryoning ayrim tumanlari uchun ham xos. Bu kabi sovuqlik to'lqinini g'ayritabiiy sovuqlikka, anomal sovuq haftaga tenglashtirish mumkin. Yog'ingarchilik kesimida hafta davomida me'yordan ko'p yog'inlar Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Andijon, Qashqadaryodagi ayrim tumanlarga xos. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Buxoro viloyatida sezilarli quruq hafta o'tishi oydinlashgan. Shunday qilib, joriy hafta o'rtalaridagi sovuqlik to'lqini qishloq xo'jaligi tarmog'iga ta'sir etishi, xususan dov-daraxtlarni sovuq urishi, joriy yil hosilining kam bo'lishiga olib kelishi aniq bo'lmoqda. Ushbu maqolaning to'liq shaklini gazeta.uz saytidan batafsil o'zingiz o'qib olishingiz yoki ekranlaringizdagi yozuvlardan videoni sekinlashtirib ham o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.